Nima uchun texmi ilgilgan holda ikki xil kayfiyatni selishtirib bakmaymiz? Qanamsa tajribamiz orqali selishtirib bakayli. Bir daqiqa to'xtab, kelgusida siz yuz berishni xohlaydigan ishlarni o'ylab bakayli. Siz shu ishlarning yuz berishini umid qiling. Qani, birdan vaqt chiqarib ko'zingizni yuming. Agar mashina haydayotgan bo'lsangiz, ko'zingizni yumib yurmang. Ochiq tursin. Hozir siz kelgusida yuz berishni xohlaydigan ishning yuz berishini umid qiling. Faqatli umid qiling. Bu xil tuyg'uning qanday bo'lganligiga diqqat qiling. Siz umid qilgan vaqtingizda ikki xil mumkinchilik bo'lganligiga diqqat qilib baqdingizmi? Biri, uni ko'ra oldingiz. Yana biri, shu umid qilgan ishni ko'ra olmadingiz. Bu xil umid tuyg'usi qanday bo'ladi ekan? Endi ko'zingizni oching. O'zingizni bir silkib eting. Endi siz yana bir xil kayfiyatni sinab beqing. Bir daqiqa to'xtab ko'zingizni yuming. Endi siz yuz berishni xohlaydigan ishni o'ylang. Bu qatim siz taqozolik bilan o'ylang. Siz butunlay taqozolik bilan o'ylaganingizda, siz uning yuz berdiganligini bilasiz. Siz uning yuz berishini taqozolik bilan kutganingizda, uning yuz berishini bilganingizda, siz uni badaningizda barpo qilgan bo'lasiz. Ya'ni o'ylashli emas, balki butun hujayralaringizmi shug'ul sezimni sezdi. Endi sizdan so'rab baqay, bu xil taqozolik tuyg'usi qanday bo'ladi ekan? Umid tuyg'usi bilan qanday farqi bor ekan? Selishtirib bo'lgan bo'lsangiz, ko'zingizni oching. Farqi nima ekan? Men kishilarni mushuni qilib beqing degan chig'imda, kishilarning mang degan birinchi farqi bo'lsa, umid qilgan vaqtda ya ko'ra oladi, ya ko'ra olmadi. Ularga nisbatan kelgusida yuz bermoqchi bo'lgan ishga nisbatan ikki xil tanlash bo'lib qoldi. Shunglashqa ular jazmlashtirib olmadi. Men ulardan qaysi xil kayfiyatni yaxshi ko'rdiganligini so'rganimda, ular menga umidga qaraganda taqozolik bilan kutishni xohlaydiganligini dedi. Qo'shimcha qilib aytganda, ular umid qilganda o'zlarining past holatda turdiganligini aytdi. Aksicha ular taqozolik bilan kutganda aktiv holatda turdiganligini aytdi. Shu sababdan siz umid qilgan vaqtingizda ikki xil mumkinchilik bo'ladi. Umid qilgan ishingizni ko'rasiz yoki ko'rmaysiz. Lekin taqozolik bilan kutgan vaqtingizda faqatla bir xil mumkinchilik bo'ladi. Ya'ni siz erishmoqchi bo'lganlaringizni yanama inchkilik bilan tasvirlaysiz, yanama inchkilik bilan o'ylaysiz. Butun diqqatingiz shuningda bo'ladi. Bütün tasavvuringizda shuni ko'rasiz. Qo'shimcha qilib aytganda, taqozolik bilan kutganda badanda kuchlik inkas bo'ladi. Barliq kayfiyatlar o'xshash bo'lmagan tarkiblardan tuzilgan. Biz u birikmalarni qanday ishlatishni o'rganish orqali o'zimizning aktiv kayfiyatlarimizni kuchaytiramiz, passiv kayfiyatlarimizni ojizlashtiramiz. Bu mashqni ishlashning yana bir sababi bor. Bu orqali mening bir ishni ta'kidligim bor. Bayam siz kelgusida yuz berishni xohlaydigan ishlarni umid qila oldingizmi? Taqozolik bilan kuta oldingizmi? Men hozir sizga shuni isbotlab berdim. Ya'ni siz kayfiyatingizni o'zingiz kontrol qila olasiz. Shundaqmi? Shunglashqa, esingizda ching tutingki, siz har doim qanday his qilishingizni kontrol qila olasiz. Umid qilaman deb umid qildingiz. Taqozolik bilan kutaman deb kuta oldingiz. Hamda badaningizda har ikkilisiga nisbatan tegishlik inkas bo'ldi. Shu sababdan hech qanday muhit sizni kontrol qila olmaydi. Aksicha siz uni kontrol qila olasiz. Bu siz bergan ma'noga bog'liq. Sizning o'zingizning o'lchimingizga bog'liq. Bular sizning o'zingizga passiv yoki aktiv tuyg'ularni berishingizga keltirib chiqardi.